Salam qadirli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Amallar yaxshi turinglarmi? Bugun biz Yohanna bayon qilgan xush xabar darsimizning davomini ko'rib o'taylik dedik. Oldingi soatda biz Yohanna bayon qilgan xush xabar 6-bob 27-oyatdan 36-oyatga qadar mazmunlarni bir qatim ko'rib o'tgan edik. Ya'ni oldingi qatimliq mazmunimiz asosan buzilmaydigan Мәңгүлік hayatlık birden uzunluk için can dikip işleş. Yani bozulduğun uzunluk için emas, belki bozulmaydıgan hayatlık için. Мәңгүлік hayatlık için, bozulmaydıgan uzunluk için deyin. Şunu merkezleştirip yaşaş gayet mezmunlarını bir qatim görüp ötken edik. Yani bunu biz bozulduğun hayat, bizim hayatımızda, turmuş yolumuzda, bizge nispeten bozulduğun uzunluk boğan nəsilər bilen bozulmaydıgan. Xudanın iradəsi içidiki, Xudanın əmrahlığı içidiki, Xudalan billi qıldığan şuna buzulmaydıgan, məngülük hayatlığı təvə işlər qaysılar deyenge nisbətən bir qədər körüb ötken edik. Yani bulubmu bu yerdə buzulmaydıgan uzuqluq ata qılğıcı. Bolsa, Hazrat İsa'nın öz işkelligini bu yerdə dep durup, Hazrat İsa hayatlıq berdiğandan özemdürmən, mening yenim kelganlar hergiz aş qalmaydı, maňa etkat qılğanlar hech qachon usumaydı degan muşu mazmunni biz Yeşayadaki şundaq bir arıq görünüşini tilga elip durup, Hazrat İsa'nın bu yerdə Hazrat İsa'ga etkat qilishning, bulubmu Xudoning avatkini bo'lgan shu Hazrat İsa'ga, ya'ni qutquzg'uchiga Qutquzuş quluğudan su işkenler deyin oxşaş şu Yeşaya peygamberinin qisminin 55-babını biz tilga elip durup, Hazrat İsa'ga işiniş, Hazrat İsa'ga etkat qilish, Hazrat İsa'nın yolida ägişip miniş, Hazrat İsa baskan qadamlarını besish, hayatlıqning merkezini dal şu Hazrat İsa arqılıq Xudoning amalga oshirgan, amalga oshirmoqchi bo'lgan shu ishlarni merkezleştirib yashashning haqiqiy bozulmaydigan, мәңгүлük hayatlık berdigan uzuqluq uchun, ya'ni Hazrat İsa'nın yolida miniş ve turmuşimizni, hayatımızın barcha iş faaliyatlarimizning merkezini, ya'ni qalbimizdagi barcha o'y fikr, arzu, niyatlarimizni dal Xudoning irodasiga merkezleştirib yashashning naqadar mushuna muhimligini biz ham ko'rib o'tgan edik. Bulubmu bu yerda biz Hazrat İsa'nın bizga Matta bayon qilgan xush xabarda, ya'ni Matta bayon qilgan xush xabar 6-bob 33-oyatga qaraydigan bo'lsak, shunga hamidan muhimi Xudoning podshohligi va haqqoniyligi haqida izlaninglar. O chog'da Xudo sizlarga mana bularning hammasini qo'shib berdi, qo'shib taqdim qildi degan so'zini biz naql keltirish orqali bizning hayotimizning markazi. Chunki Matta bayon qilgan xush xabar 6-bobda bizning kunlik turmushdagi barliq mandishlarimiz olsun, o'y fikrlarimizni aks ettirib beran mazmunda 6-bob emasmi? Shunga shu turmushimizdagi barliq mandish, barliq qayg'ularimizni emas, biz yashayotgan, biz alahchilik ichida turayotgan shuna barliq ishlarni avval qo'yib turib, eng avval Xudoga merkezleştirib, Xudoning podshohligiga merkezleştirib, Xudoning irodasini izlab yurib, Xudoning irodasi yo'lida mangan vaqtimizda Xudo bizga muhtoj bo'lgan turmushimizda, hayotlik yo'limizda va shu yo'llarda, ya'ni Xudoning irodasi yo'lida amalga oshirish yo'lida bizga muhtoj bo'lgan, lozim bo'lgan barcha ishlarni, barcha nimalarni Xudo o'zining tayyorlab, o'zining yo'l boshlab qilganligini biz azroq bo'lsin tahlil qilib ko'rgan edik desam bo'ldi. Ham bundan sirt biz, ya'ni 6-bob, ya'ni oldingi dərsimizdə şu xalayiqning, yəni Hazrat İsa'nın keynindən əgişib, Hazrat İsa'nı izləb manğan xalayiqning Hazrat İsa'dan siz qandaq möcüz yaratish bilan bizni o'zingizga ishondirsiz, undaq bo'lsa, sizni Xudo evatgan bo'lsa, haqiqatan Xudoning evatgani bo'lsangiz, undaq bo'lsa, qandaq möcüz bilan bizni o'zingizga ishondirsiz deb turib, shu Xudoning qutquzuvchisi, ya'ni Xudo evatgan qutquzuvchi bo'lgan Hazrat İsa'ni agar siz haqiqatan shu Xudo evatgan qutquzuvchi bo'lsangiz, bizga bir mo'jiza orqali o'zingiz isbotlang deb turib, Musa payg'ambar davridagi shu Xudoning qutquzish yo'li, ya'ni qulluqdan, Misrdan elib chiqqandagi shu jarayon bilan Hazrat İsa'ni solishtirib turib, siz bizga ashundoq mo'jizalar yaratib, bizning bir ishontirib baqing o'zingizni, Xudo haqiqatan sizni evatgan qutquzuvchi bo'lsangiz, degan o'sha shunday bir talablarni biz ko'rish orqali biz buningga ko'rinliklar yozilgan birinchi xatga 1-bob 22-oyatni naql keltirib turib, bularning ideyasini hozir qanday bir ideyaga, ya'ni Xudoning qutquzishini, Xudoning o'z xalqini qutquzish yo'lini,
bo'lsa, dal shu o'zlari o'ylab olgan, o'zining shu talablari, turmushidagi, hayotidagi, shu o'zlari o'ylab olgan shu o'y fikrlari ichida Xudoning qutqizish xizmatini o'ylab olganligini va Xudoning asli amaliyotda bo'lsa, Xudoning qutqizish xizmatining bular o'ylab baxmagan, bularning o'y tafakkurlaridan alqib ketgan shunday bir qutqizish yo'li ekanligini bularning tushunamaganligini biz ko'rib o'tgan edik. Chunki Yahudiylar mo'jizalarni, ya'ni mo'jizalar Xudoning kuch qudrati deb tushungan bo'lsa, shu vaqtda Greklar bo'lsa, ya'ni bilimni, bu dunyoga da'vo bo'lgan shu donolikni qo'g'lashgan bo'lg'ashqa, mayli dunyodagi insonlar o'zining aql parastiga tayanib, bu dunyodagi donolik sanalgan, bu dunyodagi ilg'or tafakkur deb qaralgan, bu dunyodagi ilg'or ishlar deb qaralgan undaq ishlar bilan Xudoni tuniy olmaydiganligini va ham shunaqla bir tarafdan faqat mo'jizalar, ya'ni ko'z oldidagi o'zgarishlar, olamshumul shundaq bir o'zgarishlar, ko'z oldidagi g'oyibona alomatlarni shundaq ishlarni Xudoning kuch qudrati, Xudoning yo'li, qutqizish yo'li deb qaragan Yahudiylarmi o'zlarining o'y fikrlari, o'zlarining tushanchalari, o'zlarining shu qarashlari ichida Xudoning xizmatini, qutqizish yo'lini amalga oshirmoqchi irodalarini faqat o'z o'y fikri, tafakkuri, shu tushanchalari, o'zlarining tajriba saboqlari bilan Xudoning shu ishlarini cheklab olgan, qarab olgan bo'lg'ashqa aksicha Xudoning qutqizishidan mahrum qolganligini biz misolga elib turib, biz shunga 6-bobda izchil davatganimiz Xudoning yo'llari, Xudoning o'y fikrlari, insonning o'y fikrlaridan, tasavvuridan, tushanchalaridan shuna halqib ketgan, halqigan holatda, Xudoning shundaq inson tafakkuridan, o'y fikridan halqigan holatda o'zining irodalarini to'xtamay amalga oshirayotganliklarini, Xudoning to'xtamay ish qilayotganliklarini biz asosan qisqa ko'rib o'tgan edik. Va mushu mazmunlar orqali shunga Hazrat Iso beshida degan emas, buzilmaydigan uzunlik uchun jon tikib ishlanglar degan edi. Shunga Hazrat Iso shunga Xudoning qutqizish yo'li, sizlarni qutqizish yo'li, dal sizlar o'y fikrlaringlarni o'ylab baxmagan, o'ylab yetolmaydigan tafakkuringlardan alqigan shunday yo'llar bo'lg'ashqa, Xudoning avatganiga ishoninglar deb turib, o'zining haqiqiy buzilmaydigan uzoqlik ekanligini deb turib, hayotlik beradigan non o'zimdirman, mening yenim kelganlar hargiz osh qolmaydi, menga e'tiqod qilganlar hech qachon usimaydi deb turib, ya'ni shu buzilmaydigan uzoqlik bo'lgan Hazrat Isoning yeniga kelganlar, Hazrat Isoga e'tiqod qilganlarning haqiqiy Xudoning qutqizilishidan, qutqizish xush xabaridan bahrilanadigan, ya'ni Xudoning nijotlik qudug'idan suv ichadigan bo'lg'ashqa, bular Xudoning huzurida, Xudoning shundaq ruhiy uzuqligidan, ya'ni Hazrat Iso orqali ta'minlangan ruhiy hayotlikdan bahrilanib, bularning mangu shod-xuramlik, tinch amallik ichida turganligini biz Yeshaya payg'ambar qismini ariq ko'rinish qilib turib azroq so'zlab o'tgan edik. Hamda oxirsida bo'lsa, sizlar aytganimdek sizlar men ko'rgan bo'lsanglarmi, menga e'tiqod qilmayapsizlar deb, ya'ni Hazrat Isoning mo'jizalarini ko'rib, uning kendidan agishib yurgan bu xaloyiqning uningga e'tiqod qilmayotganligini deb turib, oldingi qatimli mazmunni biz tugatgan edik. Endi bugungi mazmunda dal Hazrat Isoning yeniga kelalaydiganlar, bu nijotlik quduqining suyidan ichalaydiganlar, haqiqiy xush xabarni anglab, uni qabul qilib, haqiqiy Hazrat Iso orqali mangulik hayotlikqa erishalaydiganlar kimlar deganga oid mazmunlarni dal bugungi qismdagi mazmunda biz ko'rib o'tamiz. Oldi bilan biz bu mazmun bir qatim o'qib chiqaylik. Garchi oldingi qatim biz bir o'qib chiqqan bo'lsakmi, bugun yana bir qatim o'qib, andan keyin mazmunimizni davomlashtiraylik. Ya'ni Yohanna bayon qilgan xush xabar 6-bob 37-oyatdan 46-oyatgacha qadar mazmunlar. Xudo otam menga topshirganlarning hammasi mening yenimga keladi. Mening yenimga kelganlarni hargiz tashlab etmayman. Chunki men o'z irodamni emas, meni avatguchining irodasini amalga oshirish uchun arishdan tushdim. Meni avatguchining irodasi bo'lsa, uning menga topshirganlaridan birini yo'qotmasligim. Shundaqla qiyomat kuni ularning hammasini tirildirib, mangulik hayotga erishtirishimdan iborat. Chunki mening atamning irodasi o'g'lini, ya'ni meni tunigan va menga e'tiqod qilganlarning hammasini mangulik hayotga erishtirishdir. Men ularni qiyomat kuni tirildirib, mangulik hayotga erishtiraman. Hazrat Iso arishdan tushgandan o'zimdirman deganligi uchun Yahudiylar uningga norozi bo'lib g'udunishga boshladi. Bu Yusufning o'g'li Iso emasmi? Otasinimi, onasinimi tunaydigan tursak, yana qandaqlarcha arishdan tushdim deyalasin deyishadi ular.
Mağa gudingşimanlar, dedi Hazrat İsa. Meni əvətgən Xuda atam özü kişilərinin qalbiga salmasa, ular mening yenimga kelolmaydi. Mening yenimga kelgan kishilarni qiyomat kuni tirildiraman. Payg'ambarlarning yozmalari mundaq yozilgan. Ularning hammasiga Xudo tarafidan ta'lim berildi. Shunga atamning ta'limini anglagan va uningdan o'rgangan kishilar mening yenimga keladi. Bu atamni bir kishi ko'rgan deganlik emas. Atamni faqat uning yenidan kelguchi malla ko'rgan. Xo'sh, biz mazmunimizga kelsak, biz bayam 36 oyatda, ya'ni Hazrat İsa'ning sizlar meni ko'rgan bo'lsanglarmi, menga e'tiqod qilmayapsizlar degan shu so'z bilan oxirlashtirgan edik. Dal buning sababini 37 oyatda tushundirdi. Ya'ni ular garchi shu davrda Hazrat İsa, ya'ni shu davrda nurg'un kishilar asli Hazrat İsa'ning mo'jizalari, karomatlari orqali Hazrat İsa'ning yeniga uni izlab borgan va uningga ergishib, uning ta'limlarini shu vaqtda nurg'un odamlar anglagan, nurg'un odamlar ko'rgan degan o'xshash. Lekin shunday bo'lsa-mu, haqiqiy Hazrat İsa'ning xudoligini, haqiqiy Hazrat İsa'ning Xudo avatgan qutqizuvchi Masih ekanligini tunib yetganlar, ergashganlar shu qadar oz edi emasmi? Shunga Hazrat İsa deydi, sizlar meni ko'rgan bo'lsanglarmi? Ya'ni kishilar uning yaratgan barcha mo'jiz karomatlarini ko'rgan. Chunki biz shu oldingi qatimlar darsimizda 2 beliq 5 nam bilan necha ming odamni, 5000 dan ortiq odamni to'yg'izgan dedik. Shu 5000 dan ortiq faqat erlarni sonilan 5000 dan ortiq degan emasmi? Shu qadar ko'p odamlar buning mo'jizalarini ko'rgan va mo'jizlik yaratgan shu nonlardan yegan. Bular emas, biz boshqa xush xabar qismlarni ko'rsaymiz, nurg'un mo'jiz karomatlarning yozilgan, ham bu yerga yozilmagan mo'jiz karomatlarning, bu yerda yozilmagan Hazrat İsa qilgan nurg'un ishlarning ko'pligini shu shogirdlarning deganligini biz ko'rgan desak bo'ldi. Ya'ni shuningdek nurg'un kishilar Hazrat İsa'ning mo'jiz karomatlarini ko'rgan bo'lsin-mu, hatto uning ta'limlarini anglagan bo'lsin, mayli ibodatxonalar bo'lsin, mayli alg'inondek o'tib ketish oyatlari, nurg'un bayramlarda bo'lsin, Hazrat İsa'ning degan ta'limlarini, u yerlarda qilgan ta'limlarini nurg'un kishilar anglagan emas amaliyotda. Lekin shunday bo'lsin-mu, bayam deganimizdek Hazrat İsa'ning haqiqiy Xudo avatgan qutqizuvchi ekanligini toniganlar shu qadar oz edi emasmi? Shunga Hazrat İsa deydi, meni ko'rgan bo'lsanglar menga e'tiqod qilmayapsizlar. Sababi 37 oyat, Xudo otam menga topshirganlarning hammasi mening keldi. Mening yenimga kelganlarni hargiz tashlab etmayman. Ya'ni bu oyatda biz nimani ko'rib olaymiz desak, nurg'un odam garchi Hazrat İsa'ni ko'rgan bo'lsa-mu, ta'limlarini anglagan bo'lsa-mu, uni tushunamagan, Xudo avatgan qutqizuvchi ekanligini bilamagan. Lekin sababini biz dal 37 oyat orqali nimani tushuna olamiz desak, Hazrat İsa'ning haqiqiy qutqizuvchilik salohiyatini, Xudo avatgan qutqizuvchi Masih ekanligini tushuna oladigan, uning yeniga kela oladigan, uningga ergisha oladiganlarning dal Xudo avatganlari, ya'ni Xudoning o'zining Hazrat İsa'ning yeniga avatganlarining lam Hazrat İsa'ning yeniga kela oladiganligini, bu davatganligini biz ko'rib olaymiz. Ya'ni shu bugungi mazmun orqali biz shuni texmi tafsili ko'ra olamiz. Ya'ni qanday kishilarla Hazrat İsa'ning Xudo avatgan qutqizuvchi ekanligini tushunaladi, ya'ni tuna oladi, Hazrat İsa'ning yeniga kela oladi, uningga ergishib onunğa bağlanıp yaşayalaydı degan shu savolga biz bugungi mazmun orqali texmi konkret tafsili biz ko'rib o'tamiz. Ya'ni 37 oyatda deganidek, Xudo otam menga topshirganlarning hammasi mening yenimga keladi. Mening yenimga kelganlarni hargiz tashlab etmayman. Ya'ni demakchi, Xudo Hazrat İsa'ning yeniga avatganlarla avatganlarning hammasi birmi qolmay Hazrat İsa'ning yeniga kelib, Hazrat İsa'ga bog'lanib yashaydiganligini, bu davatganligini biz ko'ra olamiz. Chunki deydi, meni yenim kelganlarni hargiz tashlab etmayman deb. Garchi shunga o'xshash nurg'un odam ergishib, uni ko'rib, mo'jizalarini ko'rib, ta'limlarini anglasam, uning yeniga kelmasligiga sababi, ya'ni ularning qalbining texmi hozirgacha ko'rayotgan bo'lsin, Xudoning qilayotgan ishlarini ko'rayotgan bo'lsin, tushunamagan. Xudoning so'zlarini shu vaqt so'zlayotgan bo'lsin, anglab uning anqiranmagan, tegi yetamganligining sababi ularning qalbi texi qorong'ulikda, quloqlari texi gaz qachalarga o'xshash shunday etik holatda. Ya'ni ular ruhiy jihatdan bir amaga o'xshash, ama kishilarga o'xshash gaz qacha, qalblari qorong'ulikda yashayotgan kishilar ekanligini biz ko'ra olamiz. Chunki bu
Yani kulakları gaz kaça, kalpleri karanlıkta degan bu nereden çıkan bu söz dese Yeşaya peygamber kısmını okusak Yeşaya peygamber kısmının bütün nimesinde bu sözlen. Yani Yeşaya peygamber 6. bab qaraydan bolsanglar. Yani 6. bab biz 8. ayetten 10. ayet kadar mezmunlarını görülen bolsak Yeşaya Xudoning Yeşaya peygamberni xalqiga avatib degan söz jakarlaydan sözü nima dese anglaysizlar biroq tushunmaysizlar, ko'rasizlar biroq his qila olmaysizlar deb aytgan. Yani xalq bo'lsa anglab turib tushunmaydigan bo'lganligini, ko'rib turib his qila olmaydigan bo'lganligini, ularning qalbi jahil, quloqlari pang, ko'zlari ko'r bo'lganligini. Chunki ular qandaq Xudoning xalqi bo'lgan Isroillarni sizlar endi anglaysizlar, ko'ramaydigan, tushunmaydigan bo'lsizlar, ko'rib turasizlar, lekin his qila olmaydigan bo'lsizlar, qalbinglar jahil bo'lib, quloqlaringlar pang, ko'zlaringlar ko'r bo'ladi. Degili, yani xalqning shunda holatga tushib qoladiganligini jakarlashga avatgani bo'lsa dal Yeşaya payg'ambar. Yeşaya payg'ambar qismini biz ko'rsak, Xudoning xalqining Xudodan yiroqlashib dal mushunda gaz qacha qarg'oga o'xshash mushunda bir ama palash holatga o'tadigan, ya'ni bir mushunda bir la'natga qolganligini biz jakarlagan payg'ambar dal Yeşaya payg'ambar edi. Dal shuning o'xshash bu xil holat, ya'ni Yeşaya payg'ambar bo'lsa, milodiydan burungi 8-asrdagi payg'ambar mushuna jakarlagan. Dal uningdan keyin surgun va surgundan keyin qaytgan bo'lsa-mu, hozirgi mushu kishilarning toki hozirgacha ana shundaq anglasimi tushunmaydigan, ko'zimi his qila olmaydigan, ularning qalblari jahil, quloqlari pang, ya'ni ko'zlari ko'r holatda dal mushundaq bir qorong'ulik ichida yashayotgan holatining davomlashayotganligini biz mush orqali tushunib yetamiz. Dal mushundaq holatda, dal mushundaq qorong'ulik ro'yida qorong'ulik ichida yashayotgan mushundaq holatda bo'lsa, ammo Hazrat Aysoning haqiqiy qutquzuvchiligini tuniy oladigan kishilar qanday kishilar desa, dal Xudo o'zi, ya'ni Xudo Hazrat Aysoning yeniga avatgan kishilar. Bundaq kishilar bo'lsa, dal qalblari Xudo tarafidan yoritilgan kishilar ekanligini. Chunki Yeşaya payg'ambar 8 bab qaraydan bo'lsak, ana shundaq holatdami davomli Xudoni izlaydigan, Xudoga talmuradigan Yeşaya payg'ambar va Yeşaya payg'ambarga ergashgan bir qism qoldi kishilar borligini Yeşaya payg'ambar qismida biz ko'ra olamiz. Yani Yeşaya payg'ambardagi ham muhim bo'lgan bir tema nima desa qoldilar. Yani Xudoning qoldilari, bir qism qoldi kishilari, Xudo qaytarmoqchi bo'lgan, Xudo o'z qutqizib asli keltirmoqchi bo'lgan shu kishilar qoldi kishilar degan, shu qoldi xalqlari degan shu mazmun dal Yeşaya payg'ambarning yana bir muhim temasi edi. Dal shuning o'xshash Xudoning Hazrat Aysoning yeniga avatib, shu Hazrat Ayso orqali qutqizishga erishishga shuna avatgan kishilar qanday kishilar desa, dal mushu Yeşaya payg'ambar qismini orq ko'rinish qilib turib biz ko'rib ola oladiganimiz o'xshash. Dal shundaq o'zlari surgunda, ya'ni surgunda deganimiz dal shundaq gunoh va itoatsizlik tufaylidan ular qolgan shuna qorong'ulik ichida bo'lsa-mu, yenilam Xudodan umidini uzmay turib, Xudoga umidini bog'lab turib, Xudoga talmurib, har vaqt Xudoni saqlab, Xudoning qutqizishini shuna talmurib turgan qoldi kishilar bor dedik emasmi? Dal shundaq kishilarni Xudo qutqizishga erishtirganligini va shundaq kishilarni dal Xudo o'zi avatgan qutqizuvchi Masih bo'lgan Hazrat Aysoning yeniga avatganligini biz shu 37 oyat orqali biz ko'ra olamiz. Ham shunga bundaq kishilarni, ya'ni Xudoga talmurib, o'zgarcha shundaq nimaning ichida bo'lsa-mu, Xudoni talmurib, Xudoni saqlab, Xudoning qutqizishini, nijotligini kutgan, har vaqt Xudoga talpingan shundaq kishilarni Xudo yeniga avatadamiz. Dal shundaq kishilarni, ya'ni Xudo talmurgan shundaq kishilarni bo'lsa, Hazrat Aysoning hargiz tashib etmaydiganligini deydigan mazmun dal 37 oyat. Shunga biz bu yerda shu 6-bab orqali dal shundaq ikki turkum kishilarni biz ko'ra olamiz. Ya'ni Isroillar ichidagi Hazrat Ayso kelgan bo'lsa-mu, ya'ni Xudoning avatgan qutqizuvchi Masih kelgan bo'lsa-mu, uni tuniy oladiganlar, uning haqiqatan Xudo avatgan qutqizuvchi Masih ekanligini ishonadigan kishilar bo'lsa, dal shundaq izchil holatda Yeşaya payg'ambar qismini o'ylab o'tsak, dal shuna izchil Xudoning qutqizish xo'sh xabarini saqlab, Xudoning ularni nijotlikqa, qutqizishga erishtirganligini saqlab, doim Xudoga talmurib, Xudoning so'zini, Xudoning ahdlarini chin saqlab, shuna Xudoni talmurib saqlayotgan kishilarni Xudo dal uni Hazrat Aysoning avatganligini, lekin shunda izchil, ya'ni azaldan boshlab Xudoning
Xudo bilan tuzgan ahdlariga sal qarab, Xudoning tuzgan amr farmonlariga sal qarab, Xudoning so'zlarini saqlamasdan, Xudoning so'zlariga itoat qilmasdan, o'zining usuli bo'yicha, o'zining yashash shuna shakllari, usullari bo'yicha shu o'zining hayotidagi shu o'y fikrlari bilan Xudoni, ya'ni Xudoni muhim deb emas, balki Xudoni suiiste'mol qilish, Xudoning yo'lini suiiste'mol qilib, o'zining shunda turmushi uchun, o'zining aram baxtli hayoti uchun, o'zining dunyodagi hayotligi uchun Xudoning yo'llarini suiiste'mol qilib, shuna yashayotgan kishilarning bo'lsa, dal shundaq ko'simi ko'rmagan, ya'ni Xudoning mo'jizalarini ko'rgan bo'lsa-mu, tushunolmaydigan, Xudoning ta'limlarini anglagan bo'lsa-mu, uni his qilib anqiramaydigan, dal shundaq izchil holatdagi shundaq qorong'ulik ichidagi gaz qachiq o'xshash shundaq ama holatdagi yashayotgan shundaq kishilarga o'xshash shundaq holatini saqlab kelgan kishilarning bo'lsa, hozirda esa ularning yanida garchi mo'jizalarni ko'rsatgan, ta'limlarni so'zlagan bo'lsa-mu, Xudoning haqiqatan so'zlagan bo'lsa-mu, amalga oshirayotgan ishlarni so'zlagan bo'lsa-mu, bundaq kishilarning anqiramaganligini, e'tiqod qilmaganligini ko'ra olamiz. Xo'sh, biz davomga kelsak, ya'ni chunki men o'z irodamni emas, meni avatguchining irodasini amalga oshirish uchun arishdan tushdim. 38-oyatdagi men o'z irodamni emas, balki meni avatguchining irodasini amalga oshirish uchun arishdan tushdim deb yedi. Xudoning amalga oshirmoqchi bo'lgan shu irodasini amalga oshirish uchun arishdan tushganligini, o'zining xudolik tabiatini bu yerda bizga oshkorlab beradi. Ya'ni bu yerda Xudoning irodasi markazlashayotganligini biz yana ko'ra olamiz. Ya'ni meni avatguchining irodasini deb. Bu yerda nima uchun bu so'zni ishlatdi desa, dal shu Yeshaya payg'ambar qismida biz ko'ramiz. Yeshaya payg'ambarda Xudoning quli degan ya'ni Xudoning quliga oid nurg'un bishoratlar bor. Bo'libmi 53-oyat, Yeshaya 53-oyat qaraydigan bo'lsak, dal Xudoning avatmoqchi bo'lgan qutquzuvchi Masihning qandaqligini, ya'ni kelib, yer yuziga kelib, nimalarni o'rindaydiganligi, ya'ni qandaq bir qutquzishni amalga oshirganligiga oid oldin ola bishorat bergan. Ya'ni insonlarning, ya'ni shu gunohkor insonlarning gunoh tufaylidan qolgan barcha la'natlarini biz la'nat deb bir so'zga markazlashtirib bilan bundaq bir yig'inchoqlab deganimiz bilan bu la'natlar qandaq bir la'nat ekanligini biz qonun shariat orqali o'zimizning qalbini dansab ko'ra olamiz. Aslida bizning barcha ishlarimizning, itoatsizliklarimizning shunday azob oqibatlarini va bizning barcha saqaymas shunday bir yorilarimizni, azob oqibatlarimizni qalbimizga barcha itoatsizliklarimizni va shunali biz shu gunohlarimiz tufaylidan qilishga tegishli bo'lgan la'nat biz ba'zan garchi biz o'zimiz e'tiqodchi bo'lsakmi, biz yen ojiz insonda, biz inson, ya'ni qalbimiz bor, es tuyg'umiz bor degan o'xshash. Har qanday ishlar, o'y fikrlar, ahvollar bizning es tuyg'ularimizni g'idiqlaydi, o'y fikrlarimizni g'idiqlaydi deganga o'xshash. Ya'ni turmushimizda, turmush jarayonida insoniyat munosabati, insoniyat shu dunyosidagi ba'zan bir razilliklarni biz ko'rgan vaqtimizda, razilliklarning insonlarni qanchalik shunday azob oqibatlarga qoldirayotganligini biz his qila olamiz, ko'ra olamiz. Dal shunday vaqtda ba'zan bir alayda biz ko'zimiz ko'rgan razil kishilarni ko'rsak, o'limni ozlik qildi degan o'sha shunday bir gaplarni biz bila bilmay og'zimizdan chiqadigan bir holatlar bor. Dal shunga o'xshash amaliyotda u kishilar emas, dunyodagi har bir inson dal shu dastlabdagi shu gunoh tufaylidan, ya'ni odam oti bilan Havon davridan boshlab shu gunohkorlik tabiat inson kirdi. Shu gunoh, itoatsizlik inson tabiatiga kirdi emasmi? Biz buni olamning yaratilish qismidirmi? Shunday bir insonlardagi har xil ariyanza bir xil inson tabiatidagi ojizliklarni, gunohning insonlarga qanday bir razilliklarni, qanday bir shunday bir yomon tabiatlarni, razil tabiatlarni singdirganligini, insonga shunga kunda Xudoning so'zi bilan o'zini isloh qilib turmasa, inson tabiati, insonning xuy paylida dal shu gunohning yamirab, gunohlik mevalarni, ya'ni gunohning yomonlikning mevalarini mevalab chiqadiganligini biz doim ko'rgan edik. Olam yaratilishda bo'lsin, mayli kunda biz muqaddas kitob o'qigan vaqtimizda o'zimiz qalbini dansagan vaqtimiz bilan his qila olamiz. Shuningga o'xshash, unda razil kishilar, alayda ko'zimiz ko'rgan razil kishilarni ham emas, biz o'zimizning tabiatimizning dal shunday razillikning borlig'ini biz his qila olamiz Xudoning so'zi bilan, Xudoning so'zini aynak qilib biz qalbimizni tekshirgan vaqtimizda.
Dal shuningga o'xshash ana shunday bizning tabiatimizdagi gunohni, gunohkorlik tabiatimiz, gunohkorlik shunday bir xuy paylarimiz, mijoz xarakterlarimiz orqali biz mahkum bo'lishga tegishli bo'lgan barliq azoblarni, shu xatoliklarımızning barcha, savalliklarimizning barcha shuna bizga elib kelgan azob oqibatlarni, biz tartishga tegishli barliq jabr jafolarni, qayg'ularni barliq hammasini shu Masihning, ya'ni gunohni o'zining ustiga elib, bizning shu gunohlik tabiatimizdagi chiqqan shu barcha gunohlarimizni, la'natlarimizni o'z ustiga elib, o'zi bizning uchun, ya'ni bizning shu gunohkorlik tabiatimiz tufaylidan, gunohimiz tufaylidan biz qilishga tegishli bo'lgan, yuzlanishga tegishli bo'lgan shu la'nat bilan o'limimizni Hazrat Isoning o'zining ustiga yuklab bizning uchun o'ladiganligini va bizning uchun o'zining bebaho pok qonini bizning ustimizga sepib, Xudoning oldida bizning uchun, bizning la'natlarimiz uchun shu poklash xizmatini elib borganligini, dal bu Hazrat Isoning yer yuziga kelishdagi Xudoning avatmoqchi bo'lgan shu irodasining dal mush ishkanligini ko'rsatganligini biz anqara olamiz. Am bu yerda Yeshaya payg'ambar 53-bobni sizlar tafsili o'qib baqsang, chunki oldimizda Hazrat Isoning kelganligini, ya'ni kelmoqchi edi Hazrat Iso. Bishoratlarda mana Yeshaya payg'ambardan ba bishoratlari kelmoqchi edi asli Hazrat Iso. Va shunga keldi Hazrat Iso. Kelib, dal mushundaq bizning gunohlarimiz uchun, barcha azoblarimizni, gunohlarimizni, la'natlarimizni o'z ustiga elib, bizning uchun qurbon bo'lib, o'zining qonini bizning ustimizga sepib, biz yuzlanadigan, biz qolgan shu la'nat bo'lgan shu o'limni o'zimizning ustiga elib, bizning uchun o'ldi va 3-kun tirildi, shunday qilib osmonga chiqdi va shundaqla kelgusida kelmoqchi. Shunga biz 12-25 garchi bu haqiqatan Hazrat Isoning tug'ilgan kuni, ya'ni tug'ilganligining, kelganligining dal shu kuni bo'lmasa-mu, biz lekin shu bishoratlarda kelmoqchi bo'lgan shu qutqizuvchining, Masihning kelganligini biz aslash uchun dal shu 12-25ni biz shuna bekitgan, ya'ni kelganligini aslab turib, o nima uchun keldi deganlarni aslab turish uchun, tabriklash uchun biz dal shu 12-25ni hozircha jamoatda ham saqlab kelyapmiz. Hamda kelmoqchi, ya'ni qachon kelgusida, oxirgi zamonda kelmoqchi va shu vaqtda haqiqatan bug'doy bilan samanni ayirganga o'xshash, haqiqiy uningga agishib, uningga ishinib, uni saqlayotganlar bo'lsa, to'liq va mukammal shu mangulik hayotlikqa, ya'ni qutqizishni to'liqlab mangulik hayotga erishtirib, shu vaqtda tirildirganligini, shunga qayta kelmoqchiligini biz yana uning qayta kelishini kutib yashayotganlar emasmi? Ya'ni shunga uning qayta keladiganligiga ishinib, uning qayta keladiganligini kutib yashayotganlar. Shunga biz ham 12-25da mushundaq umid arzular ichida bu bayramni, ya'ni Hazrat Isoning tavallud kunini biz tabriklaymiz, qutlug'laymiz. Ya'ni bu hozir oldimizda shu 25-chisla oz qolganligi uchun bu mazmunlar chiqib qoldi, chunki bu mazmunlar bugungi mazmun bilan munosabati bor bo'lg'ashqa men qo'shib qo'ydim degandek. Qisqasi biz dal Hazrat Isoning, ya'ni yer yuziga kelganligining, ya'ni burun bishoratlarda keladi deb degan bo'lsa, dal shu kelganligining, nima uchun kelganligini, dal shu Xudoning Hazrat Isoni yer yuziga, arishdan yer yuziga avatib, yer yuzida Hazrat Isoning tamamlamoqchi bo'lgan ishining nimaligiga oid tafsili bo'lgan mazmunlar dal shu Yeshaya payg'ambar 53-bobni ko'rib chiqsanglar bo'ldi. Ham shundaqla Hazrat Isoning qutqizish xizmatini tamomlab turib, ham bu qutqizish xizmati bilan birga uning yana qanday ishlarni qildiganligini biz shu Yohanna bayon qilgan xush xabarda biz davomli ko'ryapmiz. Bayonmi bir qatim deb o'tgan edik, ya'ni u kelmoqchi edi, keldi, va keyin yana kelmoqchi deb turib. Dal shu kelmoqchi bo'lgan, kelgan va yana qayt kelib qilmoqchi bo'lgan ishlarning hammasi nima desa, dal shu bugungi 38-oyatdagi men o'z irodamni emas, meni avval kishining irodasini amalga oshirish uchun arishdan tushdim degandiki, shu bir jumla so'zni yeyishib bergan mazmun dal Hazrat Isoning nima uchun kelmoqchi ekanligi va kelganligining sababi shundaqla qayt kelib yana nimalar qilmoqchi bo'lganligini biz tushungan vaqtimizda dal shu 38-oyatdagi mazmunni biz mazmunlarni o'z ichiga olib turib, mushu so'zni qitgan deb tushuna olamiz.
Hamda ostidagi 39 oyatdan 40 oyatgacha bo'lgan mazmunlarni biz bayon, ya'ni kelmoqchi deb turib, yana qaytib kelishidiki, qaytib kelganda bizning ustimizda nimalarni amalga oshirganligini degan vaqtimiz bir qatim deb o'tgan edik. Ya'ni 39 oyatda meni avatkuchining irodasi bo'lsa, uning menga topshirganlardan birini yo'qotmasligim. Shundaqla qiyomat kuni ularning hammasini tirildirib, mangulik hayotga erishtirishimdan iborat edamiz. Ya'ni menga topshirganlarning birini yo'qotmasligim degani biz bayam degan o'xshash mushu kelgan vaqtida dedamiz, qutqizish uchun ularning ya'ni Xudoning uning Hazrat Aysoni yeniga avatgan shu xalqini, ya'ni qoldi bo'lgan shu xalqining birini yo'qotmay turib, ularni qutqizib, ularni qaytadan yangilab, ya'ni yangidan to'raldirib, biz Nikodim qismini eslab o'tsak, qaytadan to'ralganlar Xudoning podshohligini ko'ra oladi deb shu vaqtda deyish orqali bu qaytadan to'ralishining nimaligini so'zlab o'tgan edik, emasmi? Dal shuningga o'xshash Hazrat Aysoning yeniga kelganlarni, Hazrat Aysoning yeniga kelganlar bo'lsa, dal shunday qutqizish quduqining suyini ichib, ularning yangidan hayotga erishadiganligini degan bo'lsa, oldingi qismida yana birini yo'qotmasligim deb. Hamda qiyomat kuni bo'lsa, dal shunday Hazrat Aysoga mansub bo'lgan, Hazrat Aysoning qaytib kelishini saqlab, hayotining yer yuzidagi hayotini Hazrat Aysoni o'zining podshohi deb turib, hayotini dal Xudoning irodasini izlab yurib, Xudoga talmirib turib yashagan, Hazrat Aysoning qaytib kelishini talmirib saqlab turib, Hazrat Aysoning Xudoning yo'lida haqqonilarcha hayotini yashaganlarni, shularni bo'lsa qiyomat kuni tirildirib, mangulik hayot, ya'ni qutqizishni to'liq tamomlab, mangulik hayotga erishtirish ekanligini da'vatidi. Biz oldin qatimliq darsimizda, ya'ni 4-bob so'zlagan vaqtimiz bir qatim deb o'tgan, ya'ni Hazrat Aysoning bizning ustimizga qilayotgan, qilmoqchi bo'lgan, qildigan ishlarini biz deb o'tgan edik. Ya'ni Hazrat Aysoning qildigan, ya'ni mangulik hayotlik berish, qaytadan to'raldirish, qiyomat kuni, ya'ni qiyomat kuni oxirgi zamon bo'lganda o'lganlarni yana qaytadan tirildirish. Buni biz shu Hazrat Aysoning huquqi deb 5-bobni so'zlagan vaqtimiz bir qatim deb o'tgan. Bugungi mazmunda yana shu mazmunlar chiqayotganligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni Hazrat Aysoni tonigan va uningga e'tiqod qilganlar, Hazrat Aysoning yeniga kelganlar, shunday kishilarni bo'lsa, qiyomat kuni qaytadan tirildirib, ularni mangulik hayotga erishtirish ekanligini. Bu so'roq qilish bo'lsa, Hazrat Aysoni tonimagan, Hazrat Aysoni yeniga kelmagan shunday kishilarni so'roq qilgichining ham dal Hazrat Ayso ekanligimizni ko'ra olamiz. Shunga sizlarning ham har vaqt har yil o'tkaziladigan shu 25 dekabrdagi Hazrat Aysoning tavallud kunini, ya'ni simvollik bir kun sifatida biz shu kunni tutamiz emasmi? Shu kunlarni ham shunday bir yig'ilish, shunday bir ko'ngil ochish faoliyati sifatida tutib qolmay, balki haqiqiy ma'nosi, haqiqiy ahamiyati bilan shu kunni haqiqiy Xudoning ibodatida bo'lib turib, haqiqiy shunday o'zinglarning qalbinglardagi Xudoga bo'lgan talmirishinglarni, intilishinglarni saqlab turib, yaxshi o'tkazishinglarni umid qilmay. Ma'qul, biz davomini ko'rsak, 41-oyat. Hazrat Ayso arishdan tushgan non o'zamdirman deganligi uchun Yahudilar uningga norozi bo'lib o'dingishga boshladi deydi. Bu yerda biz diqqat qilsak, xaloyiq edi emasmi asli? Ya'ni xaloyiq izlab kelib, xaloyiq Hazrat Ayso bilan paranglashayotgan edi. Ya'ni xaloyiq mo'jizalarni talab qilgan edi. Shu vaqtga qadar xaloyiq deb olgan bo'lsa, hamda 41-oyatga kelib Yahudilar deb o'zgaradi. Yahudilar Hazrat Aysoning arishdan tushgan non o'zamdirman degan shu 33-oyatdagi, ya'ni 6-bob 33-oyatda bu non arishdan tushgandir va butun dunyo hayotlik bergan bergichidir degan emasmi? Dal shunga Hazrat Ayso, dal shu arishdan tushgan non o'zamdirman deganligi uchun Yahudilar uningga norozi bo'lib o'dingishga boshladi deydi. Nima uchun norozi bo'lib o'dingishdi desa, chunki Musa payg'ambar bilan selishtirib bular, Musa payg'ambar bizga manna tushirib bergan, ajdodlarimiz ya'ni shu cho'lda niqom vaqtida Musa payg'ambar ularga manna tushirib bergan degan emasmi? Shu vaqtda Hazrat Ayso ajdodinglarga manna tushirib berguchi Musa payg'ambar emas, balki Xudo otam o'zidir. Hozirmi sizlarga Xudo otam izchil shunday usullikni beryapti. Hatto arishdan tushgan u non, ya'ni Xudo sizlarga hozirmi shunday arishdan tushgan nonni otam beryapti. Bu non arishdan tushgandir va butun dunyoga hayotlik bergichidir deb turib o'zini ko'rsatgan emasmi shu vaqtda? Shunga bu yerda aniq deydi. Ana shu arishdan tushgan non mandirman. Men orqali sizlar ana shu qutqizishga, ana shu mangulik hayotga,
Ana shu ruhiy uzunlikqa erishaolaysizlar desa, bu yahudilar g'udungshib, norozi bo'lganligini, ya'ni Hazrat Aysoning bu so'ziga norozilik qilganligini, ya'ni ishonmaganligini deydi. Bu yerda ularning noroziligining sababi, norozi bo'lishining sababi nima desa, bu nimishki o'zini yani arishdan tushdim deyalasin qandaqlarcha. U biz tunuydigan shu Yusufning o'g'li Ayso emasmi? Otasinimi, onasini tunuydigan tursak, ya'ni Yusuf bilan Maryamning bolasi-ku bu qandaqsiga o'zini arishdan tushdim deyalasin deb. Biz bu so'zni biz tushunishimiz kerak. Ya'ni arishdan tushdim desa, hargiz bu insondan tug'ilgan emas, balki qandaqki bir ilohiy holatda farishtalar osmondan tushgan o'xshash, shunday bir holatda tushdi degan bir tafakkur bo'ladi bor desak, masalan, biz muqaddas kitobda tirik holatda Xudo osmonga elib chiqib ketgan 3 kishini biz bilalaymiz. Masalan, olamning yaratilishini qaraydigan bo'lsak, olamning yaratilishida Nuh payg'ambar izchil, ya'ni Xudo bilan yaqin yashab, ya'ni butun hayotini Xudo bilan yaqin o'tkazib, bir kuni ko'zdan g'oyib bo'ldi, chunki Xudo uni o'z yeniga elib ketdi degan emasmi? Dal shunga o'xshash, ya'ni Nuh payg'ambarmi Xudo tarafidan elib chiqib ketilgan. Ham shunday Ilyos payg'ambarni biz qaraydigan bo'lsak, Ilyos payg'ambar kimning ko'z oldida arishga chiqib ko'tarilib ketganligini ko'rgan, ya'ni o'zining shogirdi bo'lgan Elisha payg'ambarning ko'z oldida arish ko'tarilib chiqib ketganligini biz ko'rgan. Ya'ni shunga o'xshash bir odamning tafakkuridan alqagan shuna bir ishlar bor emasmi? Arishdan tushgan yoki arish ko'tarilgan deganga o'xshash. Dal shunga o'xshash bunday bir tafakkurni biz yahudilarning tafakkuri yo'q demaymiz. Shunga bular Hazrat Ayso arishdan tushdim desa qanday javob berdi? Qandaqsiga o'zini arishdan tushdim deyalasin. Chunki uning ota-onasini biz tanıymiz. Ya'ni otasi bo'lsa Yusuf, onasi bo'lsa Maryam, shulardan tug'ilgan tursa, bu bir oddiy inson tursa, qandaqsiga o'zini arishdan tushdim, ya'ni o'zini Xudo deyalasin deb turib, Hazrat Aysoning xudoligini inkor qilish bu. Biz avvalmi bir qatim bu masalani deb o'tgan edik, ya'ni hech qanday payg'ambar o'z yurtida hurmatga sazovor bo'lmaydi degan mushu so'z orqali, ya'ni Hazrat Aysoni rad qilgan kishilarning nima uchun uni rad qilgan, ya'ni insonlik tafakkur va inson o'zining tafakkuri va o'zining ko'rganlari, tajriba savohlari bilan Xudoning xizmatini cheklab olganligi uchun Xudoning qilayotgan shundoq, ya'ni Xudoning amalga oshirayotgan irodasini ko'ramaganligi uchun uni rad qilganligini biz deb o'tgan edik qisqasi, shundaqmi? Shuningga o'xshash bugungi mazmunda bu kishilar izchil Xudoning qutqizish xizmatini o'zlari anglagan, ko'rgan, o'zlari shundoq tasavvur qilgan, o'zining tafakkuri ichidagi Xudoning xizmatini biz dedik emas, men Musa payg'ambar bilan solishtirish orqali Xudoning qutqizish xizmatini bo'lsa, ana shundoq olamshumul ishlar orqali Xudoning bularning ustida o'zining qutqizishini tamomlab, Davud podshohning podshohligini asli keltirganligini bular izchil shundoq bir qarashda ham hozirgidek shundoq bir bostirilish ichidagi bularning jamiyatini qutqizib, bularning podshohligini, Isroil podshohligini asli keltiradigan o'xshash muqim bir qarashi, insoniy tafakkuri, yer yuziga xos bo'lgan shundoq tafakkurlari bilan ham Xudoning qutqizish xizmatini shundoq bir cheklim ichiga qo'yib olganga o'xshash, qo'yib oldi degan emasmi? Dal shunga o'xshash bular yana bugunmi, nima hozirmi dal shundoq o'zining tushunchasi ichidagi Xudoning qutqizish xizmatini, Xudoning shu xudolik tabiatini, Xudoning insonlar orasida xizmat qilish usullarini dal bular o'zining shundoq bir qarashlari, o'y fikrlari, tafakkuri, yoki tajriba savohlari, ya'ni chunki burun bo'lsa bularning ichida Xudo shu qizil dengizlardan qilib turib shundoq bir olamshumul ishlar bilan qutqizib qanon zaminiga kirib zaminga ega qildi emasmi? Shunga bularmi yana shundoq bir ishni kutayotgan bularmi? Shunga o'xshash shundoq bir o'zining xohish ichidagi, o'zining tafakkuri ichidagi shundoq bir ishlarni bular kutayotgan shundoq bir ishlarni haqiqiy Xudoning xizmati deb turib, Xudoning xizmatini o'z tafakkuri ichida shundoq bog'lab olganligi uchun, o'zining tajriba savollari, o'y fikrlari ichida Xudoning xizmatini cheklab olganligi uchun Xudoning xizmatini ko'z oldida bular yuz berayotgan bo'lsa-mu, Xudoning irodasi bularning ko'z oldida yuz berayotgan bo'lsa-mu, bularning qabul qilmay, aksicha norozi bo'lib, qabul qilmayotganligini biz ko'ra olamiz. Shunga qisqasi endi Hazrat Ayso bularga nisbatan qanday inkos qaytardi desa, menga g'udungshimanglar. Meni avatgan Xudo otam o'zi kishilarning qalbiga salmasa, ular mening yenimga kelolmaydi. Mening yenimga kelgan kishilarni qiyomat kuni tirildirman deb biz
ustida, ya'ni shu darsimizni boshlashdan burun degan emasmi? Ya'ni Hazrat Aysoni ko'rgan bo'lsa, uning e'tiqod qilmayotgan kishilarning nima uchun uningga e'tiqod qilolmaganligini, nima uchun Hazrat Ayso nurg'un mo'jizalarni ko'rsatgan bo'lsa-mu, Xudoning ta'limlarini shunday har yerlarda so'zlagan bo'lsa-mu, yana uningga ergishib, uni haqiqiy Xudoning avatgini, qutqizuvchisi ekanligini tushunganlar, tunib yetganlar nihoyat oz bo'lganligini biz degan emasmi? Dal shunaq yana bir qatim bu yerda yig'inchoqlab xulosalaydi. Ya'ni bu Yahudilar bo'lsa, ya'ni Hazrat Aysoning arishdan kelganligini, Xudoning qutqizuvchi deb avatganligini bular qabul qilolmay, e'tiqod qilolmaganligining sababi bo'lsa, Xudo ularning qalbiga solmagan. Ya'ni ularning qalbi toki hozirgacha bizga o'xshash qorong'ulik ichida gaz qacha qarg'u holatda, ama kishiga o'xshash qorong'ulik ichida yashayotgan kishilar Xudoning nurini tunamaganligini. Shunga bu orqali biz Xudo o'zi har kishining qalbiga urug' chashmasa, Xudo o'zi har kishining qalbini tayyorlamasa, Xudo o'zi bizning qalbimizni yo'ritmasa, biz hargiz Xudoni o'zligimiz bilan, o'zimizning aql parostimiz bilan, o'zimizning o'y fikrlarimiz bilan Xudoni tuniy olmaydiganligimizni, Xudoni topolmaydiganligimizni. Faqat Xudo bizning qalbimizni yo'ritib, qalbimizdagi dilimizga solsa, anandikimiz Xudoni topolaydiganligimizni, Xudoni tunalaydiganligimizni, Xudoni qabul qila oladiganligimizni musharqilab biz ham tushuna olamiz. Shuni Hazrat Ayso deydi emasmi? Xudo ham o'zi kishilarning qalbiga solmasa, ularni yenim kelamaydi deb. Ya'ni Hazrat Aysoni haqiqiy qutqizuvchim, mening Rabbim deb e'tirof qilganlar bo'lsa, haqiqiy Xudo qalbiga solgan, qalbini yo'ritgan kishilarlar Hazrat Aysoni haqiqiy qandaq qutqizuvchiligini, o'zining hayotiga nisbatan Hazrat Aysoning nimadan derak berganligini, ya'ni Xudoning xizmatining, Xudoning so'zlarining haqiqiy qimmatini tushunadiganlar bo'lsa, dal shunda Xudo qalbiga solgan kishilarlar Xudoning so'zlarining tegiga yetib, Xudoning so'zlarining qadr qimmatiga yetib, Xudoning qutqizishining naqadar qimmatlik bir qutqizish xizmati ekanligini, shularning tegiga yetalaydiganligini biz ko'ra olamiz. Shunga Hazrat Ayso dal shunda Xudo qalbiga solgan va mening yenimga avatgan, ya'ni Xudo tam qalbiga solib mening yenimga avatgan kishilarlar mening yenimga kelalaydi va mening yenimga kelgan shu kishilarni hargiz tashlab etmayman. Mening yenim kelgan shu kishilarni qiyomat kuni tirildirman deganligini biz ko'ra olamiz. Endi 45-oyat bo'lsa, payg'ambarlarning yozmalarida mundaq yozilgan, ularning hammasiga Xudo tarafidan ta'lim berildi. Shunga otamning ta'limini anglagan va undan o'rgangan kishilar mening yenimga keladi deydi. Bu yerda payg'ambarlarning yozmalarida deganimiz bu qaysi yozma desa, Yeshaya payg'ambar 54-bob 13-oyatda balalaringning hammasiga men Parvardigor o'zim tarbiya berman, ular tinch aman hayot kechiradi degan mushu mazmunni, ya'ni bizning kitobda azroq farqli tarjima qilibdi. Shuna bo'lsa, ya'ni qisqasi ularning hammasiga degan gap, ular bo'lsa dal mushu asli kelingan Sion, ya'ni Xudoning podshohligi tamomlangan vaqtda kim Xudoning huzurida, kim Xudoning podshohligida birga tura oladi deganda, dal shu Xudoning podshohligida birga turadigan Xudoning farzandlari, shularni bu yerda bolalarining hammasiga Xudo tarafidan o'rgatildi degan mazmun. Ya'ni qisqasi dal shu Xudoning podshohligiga kira oladiganlar, Xudoning podshohligi ichida Xudo bilan birga tura oladiganlar kimlar desa, dal shunga o'xshash Xudo qalbiga solgan, Xudo o'zi Hazrat Aysoni yeniga avatgan, Hazrat Ayso bilan bog'langan shunday kishilar ekanligini, ularga Xudo o'zi ularning qalbiga selib, Xudo o'zi ularning qalbini yo'ritib, ularga so'zlarni anqiratqizganligini, tushundigan qilganligini davatganligini, ya'ni Xudo o'zining ularning qalblarini, ko'zlarini ochib, ularga so'zlarni anqiralaydigan shunday bir iltifotni berganligini. Ya'ni bunday iltifotning, ya'ni bu Xudoning so'zlarini tushunadigan iltifotning, Xudo tarafidan o'rgatilishining bu nimaligini biz yana mushu Yeshaya payg'ambar orqali ko'ra olamiz. Ya'ni Yeshaya payg'ambar 50-bob 4-oyatga qaraydigan bo'lsak, "Igan Parvardigor menga aql farosat berib, charchaganlar qandaq so'zlar bilan madad berishni o'rgatdi. Har kuni saharda ega meni uyg'otdi, meni shogirdga o'xshash diqqat bilan anglasin deb quloqlarimni ochdi. Egan Parvardigor quloqlarimni sezgirlashtirdi. Men itoatsizlik qilmadim, uningdan yuz o'rmadim" degan o'xshash oyatlar bor. Ya'ni Xudo tarafidan o'rgatildi deganlar qandaq desa, shundaqlam Xudoning so'zini o'qimasimi, Xudoning so'zini tushunalaydi deganlik emas. Kunda har kun deydi emasmi, saharda
egamin uyg'otadi. Boshqalarga Xudoning so'zi bilan qanday madad berib, ilhom berib, tasalli berishni menga o'rgatdi. Xudo menga aql farosat berdi deymiz. Shunga o'xshash kunda har kun Xudoning so'zini tafakkur qilish orqali Xudoning so'zini dehim cho'nqur tushunib, Xudoning so'zining mohiyatini tushunib, yetib, shuna qilish orqali Xudo uningga ham Xudoning so'zini tushuna oladigan, qanday ishlarning Xudoning haqiqat ekanligini, hayotida qanday ishlarni qilishning dal Xudoning irodasi ichidagi ishlar ekanligini anqira oladigan, farqita oladigan shunday bir qobiliyatlarni dal shunday Xudoning so'zi orqali erishadiganligini. Chunki bu yerda aytamiz, har kuni saharda egamin uyg'otadi deb. Ham shundaylar shogirdga o'xshash diqqat bilan anglasin deb. Ya'ni Xudoning so'zlarini, ta'limlarini diqqat bilan anglash, yani anglaydigan bir qalbni, qisqasi quloqlarni ochib, boshqalar orqali Xudo o'zi jakarlagan shu so'zlar orqali Xudoning bizga nima demoqchi bo'lganligini anqara oladigan shuna bir quloqni sezgirlashtirib, quloqlarimizni ochadiganligini. Chunki bu ikkisi farqliqda bayon dedik. Qalblari qorong'ulikda qolgan, quloqlari anglamaydigan, ko'zlari ko'rayotgan bo'lsa-mu ko'rib his qilolmaydiganlar bilan aksicha Xudoning yeniga keldiganlar. Xudo qalbiga selib Hazrat Aysoni yeniga avatganlar bo'lsa, Xudo o'zi undaqlarning quloqlarini ochib, qalblarini ochib, ham shundaqlar ularni har kun uyg'otib, so'zlarining tegiga tushuna oladigan, so'zlarini anqara oladigan shuna bir qalbni, shuna bir iltifotni Xudoning ato qildiganligini biz mushlarni ko'ra olamiz. Shunga demakchi bu yerda Hazrat Aysoning degini, ularning hammasiga Xudo tarafidan ta'lim berildi. Shunga otamning ta'limini anglagan va uningdan o'rgangan kishilar mening yenim kelalaydi deydimizmi? Shunga biz masalan biz xush xabar tarqatish orqali Xudoning so'zini jakarlagan vaqtimizda Xudo o'zi shu odamning qalbiga xizmat qilib, shu odamning qalbiga biz jakarlagan shu xush xabarning urug'ini shu odamning qalbiga silib, u odamni qalbida xush xabarning urug'ini o'stirib chiqqichi dal Xudo emasmi? Dal shunga o'xshash biz jakarlagan xush xabar orqali u odamning qalbida Xudo o'zi xizmat qilib, u odamning quloqlarini ochib, qalblarini ochib, shu xush xabarni anqira oladigan, xush xabarni qabul qila oladigan qalbni bergichi dal Xudo. Dal Xudo shu odamning qalbida xizmat qilish orqali u odamni o'zi Hazrat Aysoning yana yetaklaydiganligini da'vatidi. Dal shunday kishilar, ya'ni qalblari ochilgan, quloqlari ochilgan kishilar Hazrat Aysoning yana kelalaydiganligini. Va bunday kishilarni bo'lsa, Xudo yana davomli ularning, chunki quloqlari ochilgan kishilar emasmi? Davomli Xudo o'zining so'zi bilan ularni texmi cho'nqur tushuntirib, so'zlarini, Xudoning so'zini texmi cho'nqur tushuna oladigan, anqara oladigan, hayotida shu Xudoning so'zi bilan qanday yashay oladigan, shuna qildiganligini. O adam, chunki men deymiz, shogirdga o'xshash deb, shogirdga o'xshash qanday ustozining kaynidan ma'nolarni biz shogird deymiz emasmi? Shuning o'xshash Hazrat Aysoning shogirdi sifatida shuni yetishtirib chiqarganligini biz ham bu yerda tushuna olamiz. Shunga 46-oyatda bu atamni bir kishi ko'rgan deganlik emas, atamni faqat uning yenidan kelguchi malla ko'rgan deydi. Chunki bu yerda atam tarafidan o'rgatilganlar, ya'ni Xudo tarafidan ta'lim berilganlar desa, ular Xudoni ko'rib, Xudodan o'rgangan, Xudoning ta'limini anglagan deganlik emas deganligini biz bu yerda tushuna olamiz. Chunki atamni faqat uning yenidan kelguchi malla ko'rganda, ya'ni Hazrat Aysoning bo'lsa, arishdan kelguchi, ya'ni Xudoning yenidan kelguchi, Xudoning irodasini qilayotganligini, o'zining qilgan barcha ishlarning Xudo bilan o'xshash, ya'ni Xudoning irodasi ichidagi ishlar ekanligini, o'zining jakarlayotganlarining haqiqatan dal Xudoning irodasi, Xudoning qilayotgan ishlari, Xudoning shu so'zlarini Hazrat Ayso bo'lsa, shu arishdan kelguchi Hazrat Ayso o'zi to'liq bilgachga insonlarga shularni o'rgatayotganligini bu yerda biz ko'ra olamiz. Shu Hazrat Ayso bu yerda demoqchi bo'lgani, arishdan kelguchi malla atamni ko'rgan deb turib, bu yerda o'zining davatgan barcha so'zlarining dal shu Xudoning so'zi ekanligini, o'zining so'zlarining dal shu Xudo demoqchi bo'lgan so'zlar ekanligini, birdek Xudo bilan birdek shunday so'zlarni o'zining qilayotganligini, o'zining qilgan ta'limlarining qilayotgan ishlarining hammasining Xudo bilan birdek bo'lgan shunday ishlar ekanligini bu yerda bizga davatganligini biz bu yerda ko'rib olamiz.
Ma'qul qarindoshlar, bugunmi biz mushagacha ko'raylik, mushagachilik o'rganib o'taylik, davomini biz keyingi soat ko'rib o'taylik. Hamsamanglarga, mammu sizlarga Xudodan kelgan aql farosat, Xudodan kelgan cho'nqur tushuncha, ya'ni muqaddas ruhdan kelgan cho'nqur tushuncha ato qilishini ham sizlarning qalbinglarni Xudoning texmi yo'ritib, sizlarga ro'shan qilib ato qilib, Xudoning so'zini texmi cho'nqur tushuna oladigan, texmi cho'nqur tafakkur qila oladigan va uni hayotingizda yashab chiqara oladigan shuna bir iltifotni Xudoning sizlarga ato qilishini umid qilma. Biz ham keyingi sonda ko'rishaylik. Amanglar aman bo'linglar.